Bugungi obzorimizda Haval H6 ni to'liq ma'lumotini tushuntirib o'taman. H6 ni to'liq sizga ma'lumotini berib o'taman. Oldi faralarimiz LED bo'ladi, ko'rib turishingiz mumkin. Sensor datchiklari bor. Oldi обрусовкалар полностью yangilangan bo'ladi. Motorga keladigan bo'lsak, 184 ta ot kuchi, 2 turbina bo'ladi. Balonlari 18 dyumli qoraytirilgan, ya'ni restyling variantdagi diska balondan jihozlangan bo'ladi. 360 kameralari bor, ko'rib turishingiz mumkin. Oldilarida полностью обдув, обогрев, cruise control nazorati bor, голосовой управлениялari bor. Bemalol ovoz yordamida oynalarni ko'tarib tushirishingiz, panorama luklarni boshqarishingiz, iqlim nazoratini boshqarishingiz mumkin. Orqa sidinasiga keladigan bo'lsak, orqa sidinalar qiziydi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. O'tirib ko'rsataman. Tagi tunnel bo'lib ishlangan, ya'ni o'rtadagi odam ham bemalol o'tirishi mumkin. Orqada ham klimat nazoratlari bor. Ya'ni issiq sovuqni boshqara olasiz. Boya aytib o'tganimdek, oldida pamyat sidinalari joylashgan bo'ladi. Xo'p, yana orqasiga keladigan bo'lsak, ko'rib turishingiz mumkin. 2026 restyling variantimizda отдельно LED orqa faralar bilan jihozlangan. Orqa bagaj sig'imimiz 480 litr bo'ladi. Zapaskalarni ko'rsatib o'taman. Zapaskalari ham original, ya'ni o'zini haqiqiy baloni bilan bir xil ishlangan bo'ladi va ko'rib turishingiz mumkin, subwooferlari bor. Akustikalarga keladigan bo'lsak, Sony kolonkalar bilan jihozlangan, ya'ni 8 ta Sony kolonkalar jihozlangan. Ko'rib turganingizdek besключевой dostuplar bor mashinamizda. Mashinamizning benzin rasxodi 7 tagacha. Oldi oyna va ikki yon oynalarida ham sensor datchiklari bo'ladi. Bu sensor datchiklar nima vazifani bajaradi degan savol tug'ilishi mumkin. Bu sensor datchiklar avariy situatsiyalarda ogohlantirish funksiyasini bajaradi. Беспроводной zaryadchiklari bor. Ikkita podstakanlik bilan jihozlangan va xolodilniklari bor. Ruliga keladigan bo'lsak, ruli 3 xil rejimda ligrovka bo'ladi. Pastga, tepaga, ichkariga, oldinga. Orqada ham telefoningizni zaryadga qo'yish uchun maxsus joylari bor. H6 mashinamizda pamyat sidinalari mavjud bo'lib va 6 xil rejimda elektronli tizimda ishlaydi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qo'ldan kelgancha H6 modelimizni tushuntirishga harakat qildik. Agar sizda yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, sizni Haval Deno avtosalonimizda kutib qolamiz.